Selamünaleyküm. Hazır OBS Studio'nu Nginx ikisini birleştirip sınashga baramiz. Hazır bunu açgandan keyin birinchi qadamda ko'radiganimiz settings kiramiz. Settings kirsak, yani stream deb YouTube stream işletmemiz lazım bo'lgan talab ishlatamiz. Biz faqat custom ishlatamiz. Custom mega server mega maxfiy bo'ladi. Endi biz serverni qanday bilmaganmiz, endi bizniki bu yerda kompyuterning IP config bunu basgandan keyin bizim kompyuterning IP adresi ko'rinadi bu yerda. Bunu ko'chirib oldim. Bunu ko'chirib olgandan keyin bu yerga basamiz. Endi 935 yantosizlik live nimasi yaptınız. Bunun için belki 1 2 3 mahbinimini 1 2 3 qilib qo'ydim. Bunu saqladim. Endi bu tayyorlanadi hozir start streamga. Basgandan keyin invite pass xato bo'ladi. Bizim xato qilibmiz. RTMP yantosizlik. Okay. Endi bo'ldi mana. Bu yerda boshlandi sanashni. Endi qo'yishni ochamiz. Qo'yishni ochgandan keyin Open Network Stream'ni ochamiz. Bu yerga o'xshashlar RTMP qo'shket yantosizlik 192 168 111 18 qo'shket 1935 yantosizlik live yantosizlik 1 2 3 bunu basamiz. Hozir ekran ko'rindi. Ekran mana. Demak bu normal ishladi. Endi to'xtatamiz.